Bugun biz O'zbekistonning top 5 ta mashhur burgerlarini zakaz qilib yeb ko'ramiz. Birinchi burger aytadiganimiz burger MBC bo'ladi. Klassikasini aytamiz. Narxi 51 ming so'm ekan. Hop 335 gramm bo'lar ekan. hop, ikkinchi zakazimiz Black Star burgerdan bo'lyapti. Bu yerda klassik burgerimiz 68 ming ekan. Zakaz berdik. Uni ham kelishini kutamiz. Endi sen nimadan zakaz qilasan? 3-chi qilimizani. Wendy's. Bizning 3-chi burgerimiz Wendy's bo'lyapti. Bu yerda klassikasi bor ekan. Ya'ni-da 43 ming so'm ekan. Hop, zakaz qilib ko'ramiz. Sen keyingisi bu qayerdan aytasan? Burger King'dan aytamiz. Endi Trendy bo'layotgan bitta. 4-chi zakazdan beryapmiz. Burger King. Hop, narxiga keladigan bo'lsak 47 ming so'm klassik zakaz berdi. Endi baho berib yeb ko'ramiz. 5-chi burgerimiz fidab bo'ladigan bo'ldi. Bu yerda klassika barbekyuli ekan. 42 ming so'm ekan narxi. Zakaz qilib ko'ramiz. 5 ta burgerlarni zakaz qildik. Kelgandan keyin yeb baho berib ko'ramiz. Endi biz burgerlar kelguncha nima qilamiz? PlayStation o'ynab turamiz. Shunaqa. Bitta UFC o'ynaylik qani. 1 soatcha vaqtimiz bor ekan o'rtada. Burgerlarimiz hammasi yetib keldi. Birinchi o'li biz Fedapdan boshlab yeb baho berib ko'ramiz. Fedapdan kelganimizda hop bitta salfetka, hop bitta влажный salfetka keldi. Burgerni o'zi razmerini ko'ryapsizlar. Mana hozir buni ochib yeb baho berib ko'ramiz. Bismillah. Sanaqa salafanga yopishib qolibdi, lekin mana razmeri sredniy. Bismillah. İçi unchalik nimasi bo'ladi. Sovuchni emas, sal suv qo'yib endi yeb ko'ramiz. Fedapli burgerlarni kesib oldik. Ko'rinishlari yomon emas. Endi yeb baho berib ko'ramiz. Bismillah. Lekin so'chi ko'rinishlari emas, o'zi mazasi yaxshi. Sochni, go'sht keladigan bo'lsa, barbekyu qilingan bilinyapti. Hamda sabzavotlar hammasi yetarlicha. Hammasi yaxshi, chiroyli taxlangan. Mani bahoyim keladigan bo'lsa, 10 dan 7 ball beraman. Idealni cho'tki. Menga yoqdi. Mani bahoyim 10 dan 8. Endi kengisini yeb ko'ramiz, ketdi. Ikkinchisi MBC burger bo'lyapti. Upakovkalari ham qanaqadir boshqacha, katta paketda berishgan. Endi buni ko'ramiz bitta. Mehribonlik ko'rinyapti. Ichidan burgeri, har doimgidek o'sha salfetka suxoy, влажный salfetka. Hop, buni ochib. Ichidagi gap yo'q bunisiga. Upakovkasi hammasi. Kabobkalar bilan zo'r, ko'rinishiga 10 baho desa ham bo'ladi. Hozircha. Wow, mana mashina burger desa bo'ladi. Ozgina yopishib qo'ygan ekan. Bismillah. Nonlari ham ishgan, pacho bo'lib qolmagan. Zo'rini ko'rsatamiz. Bismillah. Voy, mana shu haqiqiy burgerga o'xshayapti. Hidi ishtahani ocharyapti lekin. Albatta. Baho beramiz. Yeb baho berib ko'ramiz. Hamda sirlar erigan, hammasi planlanib turibdi. Misol uchun kelganiga 10-chi bo'ldi, lekin o'shanda ham baribir zo'r turibdi. Gap yo'q. Wow. Barbekyu qilinmagan lekin ta'mi zo'r, go'shtni svejiylik beryapti. Hammasini yeb qo'yardim, uni deytadaman, mumkin emas, lekin mazasi zo'r. Men bahoyim keladigan bo'lsa 10 dan 10 berdim. Sochniy qilingan. Sadzoy bahoyim 9 ball. Cho'tki. Keyingisi endi burgerini yeb baho berib ko'ramiz endi. Ust ko'rinishi oddiyroq, prosta oppoq paket. Lekin MBC'niga o'xshab, bunda chiroyli farqlar qilinmagan ekan. Bu yerda ham o'sha salfetkani o'zini berishdi, влажный berishmabdi. Lekin respekt ustida folga bilan cho'tki qilgan. Suv ushlab turadi. Burgeri ham katta emas, lekin o'rtancha. Kichkinaga ham kirmaydi bu razmer. Bu yopishib qolmagan, folga cho'tki ishlatilgan. Hammasi joyida ishlatilgan. Uni endi bitta kesib ko'rish kerak. Choyimizda sal o'tmasagan yaxshi kesmayapti-yu.
Mana buni ichida yana nima dubla bor ekan. Birinchi ko'rgan narsam bu piyoz. Burger bunaqa qanaqa bo'lar ekan, qani yeb ko'ringlar. Bu yerda bodringlar qo'shilgan, sho'r bodringlar ham. Hamda svejda azin salat qo'shilgan. Pomidor kichkina, souslari keladigan bo'lsa, pomidor, ketchup, mayonez, lekin sir unchalik ko'rinmayapti. Sirning sousi ko'rinmas ekan, lekin bittada mazasi bilindi. Mazasi yaxshi. Mana tavsiya qilaman, yeb ko'ringlar, zo'r ekan. Men bahoyim keladigan bo'lsa, 10 dan 8 baho beraman. Men quruli qildi azginam. Hamda piyoz cherishur qalin, tambaja oz bo'lib qo'yapti. O'shaning uchun 10 dan 6 ball beraman. 4-inchi Black Star Burger. Buni ko'pchilik maqtashadi. Endi rostmi yo'qmi bilmadim, Sivting kompaniyasi deyshadi. Buni ichidan chiqadigan narsalar влажный salfetka, ikkitalab. Bittasi katta, bu bittasi perchat ketgancha. Perchatka. Voh. Mana buni kim tanyapti? Kommentga yozib ketinglar. Qani ochib bitta ko'rchi. Voh, azgina o'yilib ketdi. Endi dastlabki ayda bu. Mana buni qaranglar. Sochning piyozlari bilan. Keladigan bo'lsa. Voh. Hamma svejisi bilinyapti, mana buni ko'ringlar. Ichida sho'r bodring, piyoz, hamda souslar juda ham ko'p. Lekin ketchup ko'rinmadi. Pomidor hamma sveji. Yana bitta alohida respekt aytadigan narsamizni perchatga berib yuborishgan. Bu juda ham udobniy bo'ladi. Qo'lingiz kir bo'lmaydi. Endi bekorga berishmagani buni taqab yeyish kerak-da. Mana yo'q. Hozir men o'zim professionalcha baho berib qo'yaman biz bitta. Xudoga respekt. Pluslarga keladigan bo'lsam, sochni, qanaqa boshqa soch ishlatilgan. O'zini sirli qaylasi bo'lsa kerakdir. Hamda buni yana pluslari non yumshoq, hozir erib ketyapti. Ta'riflab bo'lmaydi. Hammasi sveji. Buni yana bitta kameraga ko'rsatib o'taman. Hammasi zo'r. Men buni bahosiga keladigan bo'lsam, 10 dan 10 ball beraman. Meni favoritimga aylandi. Men ham 10 dan 10 beraman. 11 ham bersam bo'ladi. Qanaqadir boshqacha sousi bor ekan, sochni yani ishtahani ochib yubordi, mazasi zo'r bo'lib ketyapti. Hammaga qiziq bo'layotgan Burger Kingdan yeb ko'ramiz. Bu O'zbekistonda yaqinda ochildi. Mazasini bitta ko'ringlar. Qani ketdi. Trendda bo'layotgan narsalardan. O'sha upakovka hammasida bir xil. Burgerni o'zi bitta влажный salfetka solishmabdi. Ichki obzorga baho beramiz. Nonlar lekin zo'r turibdi. Qani bitta buni yeb ko'ramiz. Voy, kesilish yomon chiroyli chiqdi bunda. Yumshoq kesildi. Mana ko'rganinglardek ozgina sirlari ham cho'zildi. Endi bunga bitta yeb baho berib ko'ramiz. Bismillah. Mana buni qaranglar, ichida souslarni oppoqanadir sous solishibdi. Mayonezmi yo'qmi bilmadim hali. İçinde pomidor, masalı, sho'r bodring qo'shilgan. Ideal ishlangan menimcha. Endi hammaga baho beramiz buni. Mazasi yaxshi. Mayonezi sal mazani buzib qo'ydimi deb o'ylayman men o'zim fikrim. Unchalik zo'r mayonez bilan chiqishmadi, lekin yesa bo'ladi. Navmanni yeb ko'ringlar. Tavsiya beraman. Men o'zim bahoyim keladigan bo'lsa, 10 dan 7 baho beraman. Buni ichida iceberg salat qo'shilgan. Taxir joyi tushib qoldi menga. O'sha narsasiga minus beraman, 10 dan 5 ball. Burgerlarimiz yeb bo'ldi. Meni favoritim keladigan bo'lsa bu Black Star Burger bo'ldi. Yo bro, Black Star kak. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa Embassy Burger bo'ldi. Hammasi chotki, оформленияsi yoqdi menga. Ustida chiroyli paket, ichida ham alohida karton qog'oz. Hamda bu narxi yarasha bo'ldi bu. Hammasi narxi har xil. Lekin Black Starga. Menga ham Black Star eng yoqqani bo'ldi. Mana narxlari, ballariga keladigan bo'lsa, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, komment, подписка chiqmasin.